Tushda burgut ko'rishning ta'birlari. Tush ta'biriga ko'ra, tushingizda siz boshingiz uzra parvoz etib yurgan burgutni ko'rsangiz, yuksak maqsadlaringizga erishish yo'lida kechadigan mushkul kurashlarni anglatadi. Ammo shunga qaramay, kurash sizning g'alabangiz va istaklaringizning ro'yobga chiqishi bilan yakunlanadi. Agar tushingizda osmonda qanot ochib, baland parvozda aylanib yurgan burgutni ko'rsangiz, bu tush sizga inson erishishi mumkin bo'lgan barcha imkoniyatlar, ezgu maqsadlarga ega bo'lishdan darak beradi. Tushingizda ini ichida polaponlari bilan birga o'tirgan burgutni ko'rishingiz esa nufuzli insonlar bilan kelishuvchi mustahkam biznes hamkorlik va ish faoliyatingizdagi omadni bildiradi. Tushda burgutni o'ldirish yo'lingizdagi sizga xalaqit qilayotgan barcha to'siqlarni yengib o'tishdagi noodatiy jasoratga ega bo'lishingiz belgisidir. Tushda burgut go'shtini yeyotganlikni ko'rish siz juda kuchli fe'l-atvorga ega ekanligingizdan dalolat beradi. Sizning bu fe'l-atvoringiz hayotda har qanday sinovlarga dosh berishga yordam beradi. Tushingizda biron kimsa tomonidan o'ldirilgan burgutni ko'rsangiz, taqdir taqozosi bilan siz zabt etgan barcha narsadan mahrum bo'lishingiz mumkinligini bildiradi. Tushda burgutning orqasida o'tirganligingizni ko'rsangiz, uzoqda joylashgan va kam o'rganilgan yerlarga sayohat qilishingizni, bu sayohat davomida juda ko'p narsalarga ega bo'lishingiz hamda bilim va ko'nikma hosil qilishingizni bildiradi. Miller tush ta'birlari bo'yicha tushda burgut xuddi arslon kabi hayvonot olamining qiroli deb ataladi. Ularning bir-biridan farqli jihati shundaki, arslon hayvonlar shohi bo'lsa, burgut qushlar shohidir. Burgut jasorati, buyuklik, hukmronlik va hattoki ilohiylik ramzi hisoblanadi. Tushda burgutni ko'rishingiz taniqli Daniya maqoli burgut kabutar ochmaydi degan ong ostingizdagi xabar bo'lib, hoynahoy siz oddiy real hayotda kuchli va qudratli insonlardan zaif va qobil farzand tug'ilmasligi haqida fikr yuritganligingiz natijasi bo'lishi mumkinligini anglatadi. Tushingizda burgut tirnoqlarda allanimani ko'tarib yurganligini ko'rsangiz, ayni paytda siz nufuzli insonning himoyasida ekanligingizni anglatadi. Ehtimol bunday tush sizning moliyaviy ahvolingizni yaxshilashga yordam beradigan boy odam bilan uchrashuvingiz haqida ham bildirishi mumkin. Bordiyu siz tushingizda qushni uyadagi polaponlarni yeyayotgan burgutni ko'rgan bo'lsangiz, o'ngingizda siz do'st deb hisoblagan inson aslida bunday sifatlarga ega emasligini anglatadi. Agarda ona yoki ota burgut polaponlarni yeyayotgan burgutni ushlab olganini ko'rsangiz, u holda bu tush sizga o'z do'stlaringizni qadrlashingiz lozimligi va hech qanday holatda ham ularga xiyonat qilmasligingiz kerakligini anglatadi. Tushingizda quyonni ta'qib etayotgan burgutni ko'rsangiz, hozirgi vaqtda hukmronlik qilayotgan shaxs sizga haqiqiy tahdid solishi mumkinligini anglatadi. Ehtimol tush sizning hozirda kuchli va shafqatsiz insonga qaram ekanligingiz haqida anglatishi ham mumkin. Lof tush ta'birlari kitobida burgut Amerika hindularining muhim ramzi hisoblanadi. Shu bilan birga burgut qadimgi Yunonlar va Yahudiylarning adabiyotida ham muhim o'rin tutadi. Ushbu obraz hozirgi kungacha o'zining ramziy ma'nosini saqlab qolgan. Burgut Navajo va Kravo qarg'alari Hindu qabilalarining dunyoqarashiga ko'ra donolik va zehnlilik timsolidir. Shu sababdan burgutni ko'p hollarda muqaddas alomat bilan bog'lab, uni buyuk ruh insonni maxsus maqsad uchun tanlaganini anglatadi. Yunonlar va Yahudiylarning adabiyotida burgut hukmronlik timsoli. G'ayrioddiy hajm va kuchga ega bo'lgan burgutlar mayda chorva mollarni o'g'irlab ketishga qodir bo'lib, qudrat va qo'rquvni o'zida aks ettiradigan jonzot hisoblanadi. Burgutni tushda ko'rish diniy va dunyoviy ilmlarga ega bo'lgan o'ta dono inson ekanligini namoyish etadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.